Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga munosabatlik bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy hukumati 2007 va 2006 yillari elit avasida keng ko'lamlik diniy bostirish ilib berib, soqol qo'ygan, ro'mol artgan, ruxsatsiz tabliq qilgan va hukumat bekitgan masjid imomlariga iqtido qilishni rad qilgan nurg'un ayol, Uyg'ur diniy zot va dindor kishilarni qo'lga olgan, ham uzun muddatli qamoq jazolariga hukm qilgan. G'ulji shahrida o'ltirishli Xo'ja Ahmad Niyoz shu qitimliq bostirishda qo'lga olinib, qamoq jazosiga hukm qilingan kishilarning biri. Xo'ja Ahmad Niyoz 2008 yılı 6 yıllık qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uning jazo muddati 2014 yılı 5 oyda to'shidi. Xo'ja Ahmad Niyozning ayoli Aysham xonim erining nohaq jazolanganligini, lekin uning turmadan tezroq chiqishini kutayotganligini bildirdi. 2009 yılı 5 iyul vaqasi mezgilda putuga o'q tegib, karvatda hushsiz yotgan 14 yoshlik bir Uyg'ur bola doktor sestralarning qarshiligiga qaramay tutib ketilgan. Bizga uchurlar qaraganda bu ichinishli vaqa Urumchidagi milliy shifoxonada yuz bergan. Shifoxonaga shu kuni tong atqicha keladigan yardalarning oyig'i uzilmagan. 6 iyul milliy shifoxonaning barliq bo'limlari Xitoy saqchilarining qo'rshaviga ilingan. Saqchilar yardalarning hammani yo'tkab ketadiganligini aytgan, ammo nega opirdiganligini aytmagan. Doktorlar arada ba'zi yardalarning ahvolining og'irligini, karvatidan yo'tkashga bo'lmaydiganligini aytgan. Saqchilar bu ogohlantirishga parvo qilmagan, aksicha doktorlarga tahdid solgan. Natijada 5 iyul milliy shifoxonaga akilingan yardalarning hammasi 6 iyul kuni Xitoy saqchilari tomonidan noma'lum bir joyga yo'tkab ketilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti payshanba kuni e'lon qilgan yillik dokladida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sistemalashgan kamist siyosati yurgizayotganligini bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dokladida Xitoyning 2012 yildagi umumiy kishilik huquq vaziyati, Uyg'ur va Tibatlarning bu jihatdagi ahvoli haqida to'xtalib, bir partiya istibdodlik tuzumidagi Xitoy hukumatining yana axborot, tor va nashriyat sohasiga cheklama qo'yib, Tibat, Uyg'ur eli va ishki Mo'ng'ul qatorliq osonliq millat rayonlarida qattiq bostirish siyosati yurgizib kelganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtalib, hukumat terrorlik va bo'lginchilikka qarshi turishni bano qilib, Uyg'ur va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi boshqa osonliq millatlarga qarata keng sistemalashgan milliy kamsitish siyosati yurgizdi. Diniy va madaniyat jihatlarida o'zini ifodalash kaskin to'sqinlik uchirdi. Siyosiy g'arazlik qo'lga ilish umumyuzlik mavjud hodisa bo'lib qoldi deb ko'rsatgan. Dokladda 5 iyul vaqasida qo'lga ilingan va izdiraksiz g'oyib bo'lganlar haqida to'xtalib, hukumat qalayimqonchilikdan keyin qo'lga ilingan yuzlarcha kishining hisobini bermadi. Tutqunlarning xo'rlanganlik va tan jazosiga uchirganlik qilmishini tekshirmadi. Vaqada o'lganlarning ko'p qismi Xitoylar deb e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin vaqada o'lgan qo'lga ilinganlarning haqiqiy soni va o'lganlarning ismligini e'lon qilmadi deb ko'rsatgan. Urumchida ichilayotgan ishki yig'in mezgilda yana muqimlikqa tahdid deb qaralgan bir turkum Uyg'urlar ba'zilari uyida, ba'zilari ish yoki tijorat o'rinda nazarband ostiga ilingan. Baqqal Hiloji ana shulardan biri. Hiloji aslida Qashqa 9 oqdan bo'lib, 10 yildan beri Urumchida tijorat qilmoqda. 2009 yildagi 5 iyul vaqasidan keyin uning 19 yoshli o'g'li Olimjon Xitoy saqchilari tomonidan tutib ketilib, izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Hiloji shundan buyon o'g'lining izdirkini elish uchun qo'lidan kelishicha harakat qilgan bo'lsa-mu, natijaga erishamagan. Hiloji o'tgan 6 kundan beri Do'nko'rikdagi meva-cheva bozorida bir guruh saqchining nazorati ostida xarida chaqirmoqda. Natijada bu baqqalning savdosi har kuni oz deganda 500 yuan kamaymoqda. Baqqal o'z-o'ziga men jazo lageridagi bir mahbusmi yoki erkin bozordagi bir tijoratchimi degan savolni qo'yib, bu savolga javob izlamoqda. Payshanba kuni Amerika poytaxti Washingtonda chaqirilgan Xitoydagi milliy masala to'g'risidagi muhokama yig'inida besim siyosatining Xitoydagi etnik ziddiyatlarning negizi ekanligi ko'rsatildi. Bu so'zlar Xitoydagi qarallik bomba, Xitoy yangi rahbarlari duch kelayotgan etnik krizis nomli yig'inda o'tirg'a qo'yildi. Yig'inda Amerikada faoliyat qiladigan Xitoy demokratlarining Jungo Puqralar kuchi nomli tashkiloti uyushtirgan. Yig'inda so'zga taklif qilinganlar orasida Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Olim Seyitov apandi rayondagi etnik ziddiyatlarning bevosita sababchisi Uyg'urlar duch kelayotgan besim siyosatidir deb ko'rsatdi.
Жиғын қатнашқочылары бірдәк etnik ziddiyatlarning Xitoyda xuddi portlash oldida turgan qarallik bombaga o'xshab qolganligini o'tirg'a qo'ydi va Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy yangi rahbarlarini masalaga sal qarmaslikka chaqirdi. Uyghur dehqonlarning inkosiga qaraganda, dehqonlarga baxt elib keladi deb tashviq qilinib, majburiy yo'lga qo'yilgan sug'urtaga qatnashish siyosati ko'p sondagi Uyg'urlarga iqtisodiy yuk bo'lib qolgan. Xitoy Davlat ishlari mahkamasi o'tgan yil 7-oyda 3 turlik asosiy davolanish sug'urtasi va yashanganda kutinish sug'urtasini umumlashtirilganligini o'tirib qo'ygan edi. Xotan Gomunaistiki bir dehqon ömrünün oxirida oldigan 60 yuan maaş uchun hozirdan boshlabla namratliqda, qattiqchilikda yashashning arzimaydiganligini bildirdi. Uning aytishicha, yillik kirimi 2000 yuanga yetmaydigan ko'p sondagi Uyg'ur dehqonlar uchun elib aytganda, kishi beshiga yiliga 100 yuandan chiqim qilmoq intayin qiyin ekan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.